Qandolatchilik kursida ta'lim olayotgan o'quvchilar 2 oy davomida 100 turdagi qandolat mahsulotlari tayyorlashni o'rganishmoqda. Turli xil shirinliklarni pishirish jarayoni esa har bir o'quvchida katta qiziqish uyg'otadi. Qandolatchilik sohasida 15 yildan beri ishlayman. Kasbiy ko'nikmalar markazida ishlaganimga 5 yil bo'ldi. Bizni markazimizda sharoitlar juda ham zo'r, imkoniyatlari, hamma jihozlarimiz bor. Bizni qandolatchilik kursimiz 2 oylik kurs. 2 smenada dars beramiz. Har bir smenada 15 tadan 20 tagacha o'quvchilar qabul qilamiz. Biz 2 oylik kursda bu o'quvchilarim bilan bir oiladek bo'lib ketamiz. Kursimizda juda ko'p yangiliklar, 100 dan oshiq shirinliklar o'rgatamiz. Bundan tashqari pichoniy, pirojniy, har xil somsa, pitsa turlari ham bor. Har xil kremlar bilan ishlaymiz, biskvitlar bilan. Qandolatchilik kursimizda o'qib ketgan o'quvchilarim o'zlarini tadbirkorliklarini boshlashgan. Ayol va qizlarimizni kasbiy ko'nikmalar markazimizga taklif qilamiz. Kelib bemalol o'qib, o'zlari uchun kerakli bo'lgan hunarni egallashlari mumkin.